Assalomu alaykum barchangizga. Kecha biz mavzu qo'ygandik, aynan er-xotin o'rtasida jinsiy munosabatlar haqida bemalol gaplasha olmaslik mavzusini va aksariyat ayollarda mana shu muammo juda ko'p ekan. Sababi kim uchundir hozir bu mavzu haqida gaplashsam turmush o'rtog'im meni noto'g'ri tushunadi, meni uyatsiz xotin deyishi mumkin. Bunaqa mavzular haqida qayerdan olding? Uyalmaysanmi degan narsalarni gapiruvchi erkaklar ham bor ekan. Erkaklar gapirganda ayollar ham bunday mavzularni jiddiy qabul qilishi, uyatsizga chiqarishi, bunday mavzular haqida men bilan gaplashmang, boshqalar bilan borib gaplashasiz kabi temalar ham bo'lgan ekan er-xotin o'rtasida. Va aynan bu mavzuda ochiqchasiga gaplasha olmagan juftliklar bir-birini xohishini ham bilolmay o'tishligi mumkin.